Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyedi kün imkan fakat akil Vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydigan kim var ya Hörmetlik televizor köykçiler, bugünkü Hayat Şahitler programımızda 1944-yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin baş katibi merhum Abdurrahip Maksum efendimning hazır Kazakistan'ның Almaty şäherinde yaşap turuyatkan oğlu Aztekin aka bilen ötküzgen söhbetimiz huzuruңlarda boludu. Diqqatinglar ekranımızda bolsun. Assalamu alaykum kan qarindaşlar. Ben 1949 yılı tarihi vatanımız Olcu şäherinde tugulgan. Jümüldüm mening ballık devrim şu vatanımның suyunu içip, bağlarda oynap, koçularda oynap ve cümüldün ballık devrim 7. sınıf düşedi pütürüp tarihinin taqqazları bilen 1963 yılı dadam apamla bilen Kazakistan diyarına köçüp çıktık. Dadam iti Abdurrahip Maksum 1914 yılı tugulgan. Cümüldün dadam şu vaxtideki tugulga vaqtlardan tatıp da 18 yaş kirgiçe şu Olcu şäherindeki medreselerde, bilim yurtlarında ve her türlü yerlerde bilim alganken dadam rahmeti bizning Uygurlardaki diyardaki 44-49 yıldaki tarihi bir çoğun Uygurlarning esida qag'idek tariximizga oltin harf bilan yozilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining azodlik tashkilotini qurgan ve şu tashkilot orqali cho'ng bir cumhuriyetni qurgan arboblarning birisi eti Abdurrahip Maksum. Keyingi vaqtlarda dadamlarning beshiga ko'ng kulfatlar tushgandan keyin 1963 yılı biz bu yoqqa dadam bilan ko'chib chiqdik. Dadam rahmeti bu yoqqa chiqqandan keyin biz ballık devrimiz bo'lg'achqimi keyingi dadamlardan ko'p so'ratdik. Dada biz şundaq bay vatanimizni, şundaq güzel şehirlerimizni, şundaq Sharq Turkiston degan nomi bor ajoyib ulug' diyorimizni tashlab nima uchun chetga chiqib ketdik deb nurg'un so'roqlarni qo'yatdik. Ham shuni qiziqatdik, intilatdik, shuni bilgimiz keladi. Dadam her vaqtda bizga tafsili so'zlab beradi. Dadamning degan paranglari biz neçe minglagan ballarımızı kurban kılıp, özümüzün bilekning kuchi bilan, miltiqning uchi bilan qallarni daryolardek töküp Sharq Turkiston Cumhuriyetini kurduk. Cumhuriyetninki özününki gemi boldi, bayrığı boldi, pulu boldi, konstitusiyasi boldi, prezidentleri boldi, armiyasi boldi, ministerleri boldi. Biz şundaq arman qıgatdık. Aziyada bir Uyguristan memleketinin kelib chiqishiga, biroq bizning geografiyalik o'rnimiz, bizning tug'ay yerimiz ikki imperiyaning o'rsiga o'rnashib qoldi. Shu vaqtdagi Stalin degan va Rus Sovet hukumati imperiyasininki suiqastligi bizga Uyg'urlarga mustaqil mamlakatning bo'lishini ular hargiz xohlamadi. Nimishga deganda ular Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston respublikalar bilan biz Uyg'urlar qon qarindoshdik. Agar biz Uyg'urlar mustaqil mamlakat bo'lsak, Qozoq, O'zbek, Qirg'izlarni bularga boshqarishga tas bo'ldi. Shuning uchun bu Uyg'ur diyorini Xitoy imperiyasiga tutib berish Stalinninki asosli maqsadlari bo'ldi. Ve şu cümülden bizning dadamlarning qilgan şundaq bir qallarni keçip turib qilgan inqiloblarning hammasi ikki imperiyaninki planlarninki suiqasdiga uchrab
Hammadan biz ayrıldık. Onundan keyin nurg'un bizning o'qimishliq, bilimlik, vatanim, millatim, xalqim, bizmi millatku, bizmi yashayli, bizmi xalqku, bizmi o'zimizning ziminiga ega bo'layli. Bizmi ajdodlardan tortib necha mamlakat imperiyalarni qurgan buyuk bir millatning avlodlariga degan ne o'g'lonlarimiz turmalarga kirdi, etildi, chepildi. Uyg'ur xalqining beshiga yana shu tarixdan kelayotgan fojialik bo'lg'achqa biz dunyoga mana terqib ketdik. Hozir Qozog'iston diyorida yashayapmiz. Bu yerda hamda Uyg'urlar boshqa respublikalarga nisbatan biz o'zimizning teatrimiz bilan minglagan, 10 minglagan bolalarimiz o'qiyotgan maktablar bilan, chiqayotgan gazet, jurnallarimiz bilan ham mashadiki Uyg'urlarniki o'zlarining ana tilida so'zlash va tarixini eslash har turli olimlarimiz, har sohada chiqayotgan olimlarimiz bilan, ziyolilarimiz bilan bir faxrlanamiz. Mayli Uyg'urlar qayerda yashamayli, eng birinchi biz ana tilni, o'zimizning buyuk ajdodlarimiz bizga miros qoldirgan tarixlarni, bizning buyuk millatimiz madad miros qoldirgan san'atlarni, urf-odatlarni boshlarni saqlashimiz kerak. Allah bizga bir kunlarni bera, shu ajdodlarimizning, otalarimizning armon qilgan maqsadlariga bizmi yetamiz. Shuning uchun millatni saqlash qayerda bo'lmasin bizning ulug' vazifamiz. Shuning uchun bolalarga yaxshi tarbiya berishimiz kerak, yaxshi o'qitishimiz kerak. Ajoyib millatning Uyg'ur millati degan boshqa turk millatlarining millat bo'lib shakllanishiga, turtki bo'lgan xalqga, boshqa turk millatlarining millat bo'lib saqlanib qolishiga ashula asos fundamentda solganki, boshqa millatlarni o'qitganki, hukumatlarni qanday boshqarishni o'rgatganki, bu to'g'riliq cho'ng olimlar, cho'ng mutaxassislar nurg'un bu to'g'riliq so'zlaydi. Shuning uchun biz mashtaq bir ulug' millat o'g'ashqa og'iz birlik kerak bizga. Aramızdan chiqqan yaxshi odamlarni hurmat qilishimiz kerak. Yaxshi odamlarimizni beshimizda ko'tarishimiz kerak. Ajdodlarning ruhini saqlashimiz kerak. Mana shu vaqtda biz bir millat bo'lib saqlab, o'zimizni saqlab qola olamiz. Dadam rahmeti hem bilim tarafdan, hem diniy tarafdan shundoq bir yetishgan arbobdi. O her bir so'zlaganda misollarni keltirib, naki cho'nqir ma'noliq so'zladi. Jumladan har qanday odam bilan dadam suhbat o'tkazsin, uning bilan biroz paranglashganda uning kimligini bilib qoladi. Shundoq bir sezgur insondir. Shuning uchun dadam har vaqtida bizga nayt qattiq talablarni qo'yadi. Bizningki millatimizni so'yishimiz uchun, xalqimizni so'yish uchun rostchil gap qildigan, dilimiz bilan tilimiz o'xshash bo'ldigan, her qanday bir qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, Uyg'ur desa, shu Uyg'ur uchun butun kuchini, g'ayratini, iqtisodini ayamaydigan, xalqining, millatining nomiga dog' keltirmaydigan shundoq bir insonlarni tarbiyalagan. Biz dadamning shu tarbiyalarini bir olgan. Dadam rahmeti qayalarda bo'lmasin, masalan, nazir to'ylarga berib qolsin, bizning burun shu 70-yillari bir to'yga 10 deb chaqirsa 11'de 11:30'da başladı. Dadam saati qarab turadi. Her vaqt dedi, millatning tertibi maşu nimeden başlandı. Kichik narsadan başlandı. 10'ga deb chaqırdinglarmi, mana 1 minut o'tib ketdi. Ishki boshlanglama nazirni, ya boshlanglama to'yni. Agar o'zimizning arsida tertib bo'lmasa, o qandaq biz millat boshqalarni qandaq ulgu qilamiz, qandaq avlodlarni tarbiyalaymiz. Shuning uchun boshqalar her vaqtda dadam kayga vaqtida saati qarab, to'yni bo'lsin, nazirni bo'lsin, minut sekundda qarab başladı. Mana shu urf-odat ta hozirgacha bizning jutumizda emas, butun Olmuta, Qozog'istonning ham yerda shu kelyapti. Aniki dadamning bir nimasi balalarimizning ana tilida so'zlashishiga, ularningki nayt Uyg'urlik milliy nimada bo'lishiga, ruhda bo'lishiga, onundaki oturuş, kopuş hemmesiga tepsilip maşhur terbiyelerine bizge köp beredi. Dadam 92-yili Uyg'urlarniki birinchi qurultay Turkiyada bo'lgan. Shuning dadamni chaqirtgan. Shu qurultayga bo'lgan munosabati bilan bizning ulug' doimiz, ulug' qo'lboshchimiz Aysa Yusuf Aliptekin bilan uchrashib ekan. Shu jarayonda 3 soat paranglashibdi. Aysakam Ahmetcan Qasimi kim o? Qandaq adam?
Maşo toğırlıq dadamdan soraydı. Dadam 3 saat jaryanida Ahmetcan Qasimining kimligini, onun qandaq odamligini, onun milletiga, xalqiga cheksiz bo'lgan muhabbatini, irodasini, Uyg'uriston bo'lish, mustaqil mamlakat bo'lish uchun qandaq kurashganligini va shu vaqtdagi sharoitning uningga yor bermasimi o'zining jinini o'limga tukib, mashu kurashni davomlashtirganlarni so'zlab bergandan keyin, mana Abdurup Mahsum, men endi tushundim Ahmetcan Qasimining kimligini. Mana maşuningdan keyin Aysa akamningki ko'z qarashi Ahmetcan Qasimimizga boshqacha bo'ldi ekan. O'z vaqtida hamda Aysa buvilarimizning men tarixini, Mamtimi Bo'g'ralarning yaxshi bilmayman, ular Nanjingda bo'lgan, shundaqmi deyman, Nanjingda bo'lgan. Bular qandaqdir shu vaqtdagi sharoit nihoyat ig'ir bo'lg'achqa, vaziyat nihoyat keskin bo'lg'achqa, ular qandaqli bo'lmasin, şu Şarkı Türkistan'ın öz aldığı özünü başqurish sharoiti bilan saqlanib qilib, Çini Türkistan degan bir atı bilan Uyg'urning ziminini saqlab qilish degan o'ydi bo'lgan o'xshaydi. Men o taraflarni to'liq bilib ketmayman, anglag'anlarim. Biroq bu bizning G'uljida portilgan Şarkı Türkistan inqilobi ular mustaqil mamlakat qurib chiqish. Mana buningga bo'lgan. Biroq uningga Aysa baglar ancha bir aralashib ketganini men anglamagan. Shuning uchun bu ulardaki köz qarash bunun hammasini Sovet qilgan, Sovetning boshlamchisi bilan bo'lgan, oxirida Sovet akab Xitoyga tutib bergan, bu yerdagi qo'lboqchilarning hammasi shu o'yinga o'ynagan degan o'yda bo'lgan ekan. Keyin dadamning so'zidan keyin u Ahmetcan Qasimning kimligini tushunibdi. Dadamning birinchi bu Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti Şu tarafda kimi birisinin qorası bo'lib ekan, men o kişinin etini unutib qoldim. Şu vaqtida Gomindangning bir necha 100 minglagan armiyasi G'uljida bo'lgan, Harambag'da bo'lgan, bosh saqchida bo'lgan va G'uljining atrofidagi Kura degan, Bayanday degan yerlarda bo'lgan. Şu vaqtida o'rislar sizlarga biz yordam qilamiz deb bor yo'q 26 o'risning askarini eski qurollar bilan bergan. Endi bu yerda biz ömrümüz kural tutup görmegen Uygur jigit kızları bu qanday qilishimiz kerak? Müntizim armiya yok. Özümüzün küçe aciz. Şu vaqtida dadamning bir degan gapi bo'lyapti. Qayoq hujum qilamiz? Şu vaqtida dadam debdiki, birinchi o'chirat Harambag'ni nima bosh saqchini alaylik. Bosh saqchini olmay turib, G'ulji ozod bo'lmaydi. Bu yerda ko'p talash tortishlar bor. Bular birisi debdi Harambag'ga hujum qilamiz. Birisi debdi, dadam debdi, bosh saqchiga hujum qilamiz. Bu yerdagi makboslarni ozod qilamiz. Bosh saqchi ozod bo'ldi, G'uljining ichi ozod bo'ldi. Shuni dadam debdi, men tarixda şu inqilobda men mashu fikrini to'g'ri tutib birinchi biz hujumni bosh saqchiga boshildik. Bosh saqchini oldik. Butun aning degan G'uljining shahrining atrofidagi Uyg'urlarning hammasi bizni qo'llab minglagan askarlar bizning sepimizga kelishga boshildi. Shuningdan keyin kundan kunga bizning kuchimiz kuchayishga boshildi. Mashu qilgan ishim mening bir tarixiy ish deb ashuningdan faxrlanadi. Undan keyin dadamning qilgan ishlari Şarkı Türkistan'ın baş katibi bo'lgan söhbeti bilan bizning tarixiy shaxslarimiz İlham To'ran bilan billa ashuningga maslahatchi, ba'zi bir xato yerlarni bu to'g'ri emas, boyoqqa to'g'ri, mandaq qilish kerak, undaq qilish kerak nurg'un maslahat, ularni men to'liq bilmayman rostini aytsam. Endi İlham Törenli şu vaqtida G'uljida baş konsul bo'lgan izini unutib qoldim. Petrovskimi aytaver bir o'ris endi. Şu asas tarafdan İlham Törenning butun shtabning tizginini shu olgan. O'risdan kirgan generallarning hammasi shu konsul bilan maslahatlashib ish qilgan. Bir kuni dadamni va bir necha odamlarni shu konsul chaqirib, "Endi sizlarni ishinglar bitdi. Sizlar o'zinglarni vazifanglarni ata qildinglar" deganda gaplarni qilgan. Dadam onunga bu qanday biz ata qildik. Biz bu yerda o'zimizning yerida, o'zimizning vatanda biz hukumat qurish, millatni ozodlikka chiqarish, mashu sohada biz qon to'kdik, inqilob qildik. Deganda u ustalni bir urib o'rnidan turib ketgan ekan. Etini unutib qoldim o konsulning. Şu keçisi İlham Törenni bula
KGB-шылар чекарадан атылдырып ашып кетеді. Оныңдан алдыда, ашқышының алдыда Екенбай Қожа, Шарқы Түркістан Жұмһариятының маған рәйісі болған. Бұл кіші оқымаған, өзі діни әрбап, білім сауаты найты төмен, қалақ. Бірақ о кішінің қылған іші мал білен, пұл білен үкімет тарапынан тәмінлеген. Бұл кішіні Шарқы Түркістан Жұмһариятының бірінші рәйіс қылып сайлап қойып, оны ашып кетеді. Олардың қоққыны, пәуқалады ұйғыр халқы, қиыны біздің рәйісіміз деп қозғалған қыпқасы мана деп көстіш. Вә біздің асаслық штабтыки орынлайдыған офицерлерінің әммісіне өздерінің генераллары арқылық пат контролға алған. Орысының разведчиклері. Мана машындақ шарайытта біздің дадамла, біздің Шарқы Түркістан Жұмһариятының рәйісі башқыларымыз, қолбасшыларымыз машындақ шарайытта инқилабны епманған. Ахметжан Қасими шындақ бір гәп тикеді адамға. Бір ұйғырымның пұтығы кірген тикен, менің көзімге кірсін. Ахметжан Қасим үш вақтыдеки найт оқыған, білімлік, кичік бейіл, еғір бесік, оның деген өзі орыстылық, найт мәдәниятлік, әтраплық ойлайдыған, шу вақтыдеки шу шарайетке маслашқан ұйғыр зиялыларының бірсі болған. Бұл кіші кеч күндіз ойлайдығыны, менің халқым бір мұстақылық мәмлекет болса, менің халқым башқылағы оқшаш өзінің ереге, өзінің оқуқыға, өзінің байлығыға, өзінің сүйіге, өзінің тегіға егі болсы екен. Мана машу мәселені арман қыған. Бірақ о вақтыдегі шарайет Ахметжан Қасиміге яр бәмеді. Әмді Ахметжан Қасимінің ке дадам шындақ баға бәген, бұл өзіні құрбан қысы қылыды екен, бір адамды сатматты. Бұл өзіні құрбан қысы қылапты екен, бір дүшмәннің алдыда баш әгіметті. Бұл өзіні құрбан қысы қылапты екен, еш вақтыда өзінің тұтқа yoludың қатматты. Мана машындап бізде Ахметжан Қасими оғышаш рәхбәр болған. Әнеге Ахметжан Қасимінің өрімчіге бірнәчі кетім жығылан чақырғандыма бұл кішіні өлтіріш суйқасты болған. Ашыны біліп тұрып, қошылышып кеткен. Демек, бұл кішінің қанчылық радылық, қанчылық вәтәнпәрвар, қанчылық ұйғырны, халқыны сөйдіған ұйғыр пәрзенті ұйғырның рәйісі екенлігіне білішкі болады. Бұланы Ләнжіңді Қытай Лауэлен машындақ Шарқы Түркістан өкіметінің келешімі ба деп жығын болдыған, жығының ағасасы. О самолет, орысың самолет оған. Бұл қанчы числа, қайсы күнде, қайсы айлығыны мен ұнтып қалдым. Самолет ұшып кетеді, бір айдың кейін мұ, бір ішкі айдың кейін мұ қабар келеді. Что самолет жықылды деп. Шу вақытша бұла йошырып келген. Әмді бұл біздің ұйғыр халқы үшін бір сырлық бір іш бұл. О архивлар қаяды атыды, оның расылығыны кем біледі, оны бір Алла біледі, оның ішкеншісіне машы суйқасылық қыған, мана машыла білді. Әмді дадамның дейші бұны әтәй өлтеген. Самолеттің жықылғаны рас, летчиклер парашютлеп түшіп кеткені рас, оны ашу бір таққа апырып ұрғыны рас, я партылдып әткені, оны ешкен білді. Бірақ өлтіріп әткені о инық. Дадам мана машын дәді. Дадам Сайпедин Әзіз білен көп қытым ұшырашқан ке, көп қытым сөхбетлешкен ке. Сайпедин Әзіздің асаслық әнде біз қайын дейміз. Мен өзім о кішіні көмедім, білмедім, аңлығаларымыздың дәй. Дадам о кішіні ұйғырның қайын деп тонады. Асасен, оның қыға ішлерінің әммесі Қытайның пайдасы үшін. Біз тарихтың машында қайыларымыз арқылық бізні башқұрып келген və şu қайыларымыз арқылық бізні жоққап келген жүмілдің шуланың давамы деп дадам түшінеді. Бізге şu параңланы қып береді. Сайпедин Әзіз асас тараптың Шарқы Түркістан Жұмһариятlarına қатнашқан ғой деймін. Мен бір нәтижелерін қыл деймін. Оны яқшы білмейді екенмін. Дадамның дайдығаны şu. Дадам өзінің әгер Ғұлжы шәрді біз 63 жылы 22 апрел тұдық, біз уақылада менің ешім 14 яш уақыларымды. Гөдәк уақыларымды біз ешім түшейме, дадамда найты жидділік пайда болды, найты әнсірәш пайда болды.
Dadam ömür tamak çekmegen. Şu vaxtlarda men dadamның tamak çekkinini körettim. Keçileri talağı çıkıp maş tamakılan şorap çekip ketdi. Şunda bir teşvişning balığını men sezettim ballık devrimde. Şu cümüldün bizim uyumuzga keçilerde bir adamlar keretdi. Yani kim bilsem bula maşu Sovetga çıkıp ketiş bir pasportlarını jönlegen bir adamlar ke dadamga yardım berip. Biz cümüldün dadam şu vaxtida maşu Olcu şəhərdəki oblastda işletdi. Şonla bir keçide Arulağa biz yüklerimizni bastık, garajga keldik. Şu kini etigerligi biz Çegiraga saat 1-2 bile keldik, kechqurun 4'te ötüp ketdik. Anlasak keyinki haqlardan. Şu kinin etisiga etigerligi dadamni aqısıdan izlep hökümetning adamlari kelganki. Agar bir kun kechikkan bo'lsak, dadam u yerda yo'q bo'ladi, ya'ni turma chirib ketadi. Qozog'istonga kelgandan keyin bizni nihoyat yaxshi qarshi oldi. Biz Qizilordaning Qarmoqchi degan yeriga kelib tushdik. 30 dak Uyg'ur semyalari Qozoq qarindoshlar bilan qo'ltiq kuram yaşadık. Biroq şu vaqtlardagi KGB dadamning kimligini biladi ekan. Ular kelib dadam bilan nurg'un suhbatlarni o'tkazdi. Ya'ni bu yerdagi razvedchiklar dadamning hukumat darajadagi qandaq odamligini, qandaq shaxsiy ekanligini, keyin aniki bu yerga chiqqandan keyin ularga ko'p yordamlarni qildi. Jumladan biz u yerda yomon bo'lmadik, yaxshi turmushda yashadik, xotirjam hayot yashadik. Onun için 60-70 yılları biz Almatı'ya kelip orunduq. Almatı'da okup, ben mektepni bitirdim. Armiyada 2 yıl hizmet kıldım. Cümülden ben texnikum tükettim. Hidrologiya, su nimleri boyunca. Hazır benim 2 oğul, bir kızım var. Bir oğlum yuqori ma'lumotlik üniversite tüketdi. Kızım yana üniversite tüketdi. Onu yuqori ma'lumotlik 6 nevram var. Manda aytganda vatansiz bo'lsaqma baxtlik yashayapmiz deb o'ylayman. Bizda bir arman shu vatanimizga ega bo'lish, ashuningda bir bolalarimiz kelajagi ashlarning bir ansirmaydigan, vatanimga deb yashaydigan bir avlodlarimizga Xudoyim bir Alloh yo'l berishga umidimiz shu. Dadam nihoyat vijdonli odamdi. Nihoyat dadamning g'ururi ustindi. Dadam birisi bilan suhbat o'tkazsa, nihoyat to'g'ri fikrni qiladi. Birisining uning kiygan kiyimiga, uning yanchig'iga, uning tushgan mashinasiga, turayotgan uyiga qaramadi. Uning dilining pokizligiga, ruhining pokizligiga, onun medeniyetiga, onun bilimiga qarab, onunla suhbat o'tkazadi. Va shundaq odamlar bilan o'z yo'lida baho beradi. Endi Sayfiddin Aziz kelgandan keyin dadam o'zining necha yillar qilgan, jinini, qinini turib qilgan inqilobining vayron bo'lgandan keyin, hukumatning og'dirilgandan keyin o'zini u yerdan tatdi va dadamnima 53-yili yeni kelgan hukumat turmaga oldi. U yerda 3 yil yetib turmadan chiqdi. Turmada dadamga nihoyat cho'ng azoblarni ko'rsatdi. Ular o'ziga xizmat qilishga bir necha qatim taklif qilgan. Sana mandaq o'rinlarni, lavzamliq o'rinlarni beramiz, mandaq xizmatlarni beramiz. Biroq biz tarafga ishlaysan. Dadam uning qat'iy qarshi bo'ldi. Qat'iy qarshi bo'ldi. Undan keyin ular o'ziga ko'ndiramagandan keyin dadamni kommunlarga ishlab chiqarish o'rinlarga, ashalarda mening unutmasam 6 yildek shu qaydalalarda, Taklimakan çöllerinde, tarımның boylarida istil o'zgartish, mana maş japalarni tatdi. Keyin ondan keyin G'ulji shaharininki siyosiy maktabninki muavin rais qildi. Oblastninki muavin rais qildi. Mana shu darajalarda xizmat qildi. Ta mashaq chiqib ketkicha shu xizmatlarni qilib chiqdi. Ben dadam rahmetlik bo'lib ketgandan keyin dadamdan menga cho'ng bir kitobxona qoldi. Cho'ng kitob materiallar qoldi. Men ashlarning hammasini o'qib chiqmasamma bir yerimini o'qib chiqdim. Bu kitoblarni o'qib jarayonida men nurg'un ta'sirotlarni oldim. Ya'ni biz dunyoga chechilib ketgan Uyg'urlar qanday biz o'zimizni saqlab qola olamiz? Hozir 21-asrda
Өзінің президенті бар, өкіметі бар, армиясы бар, чеграсы бар, Бірлескен Милләтләр Тәшкилатыға әза мәмлекетлер өзінің милләт болып сақылынып келішіға бар күшін істеп атыды. Әмді біз дүнияға тарылып кеткен ұйғырлар қандай қылыш керек? Мана бірінші орында мен өзімнің балаларыма, нәуірлерімге ба, қаяды болмасын бір той-төкелерді сөзлер беріп қалса, ана тіліне өрмәт қылыш, тарихымызны өрмәт қылыш, мәдениетімізні өрмәт қылыш, büyük əjdatlarımız қалған мұрасланы өрмәт қылыш və ашланы сақлап қылыш. Машу yolda mən özümün bir kişilik vəzifəmini ötəb kеп atımın. Həm tılmay şu yolda sözləb kep atımın. Məyəli qayad yaşamaylı, qandaq şarayet yaşamaylı, hər qandaq bir Uyğur degan insan özünün qoludan keldigan işini qilish kerak. Mening qo'limda keldigan ish maşu kerak. Mana 91-yili bizning tilimiz bir, birli yig'lagan, birli kulgan, bir parchananni tang bo'lishgan, birli qon to'kkan, birli qo'shal bo'lgan, birli qayg'urgan qon qarindosh Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Turkman qarindoshlarimiz mustaqillik oldi. Hammasi o'zlarining yerlariga ega bo'lib, o'zlarining ana tilida, o'zining gezitlar, teatrlar, kinolar, har turli bayramlar, ko'chada mana yayrab maydilarini kerib yurgan. Hammaya qarasınız, Qozoq qarindoshlar qarab havasınız keladi ekan. O'zbekiston qo'yasınız, o'zbek qarindoshlar kelib havasınız keladi ekan. Endi mening xalqimning Uyg'uriston degan o'zining tarixi Alloh taolo bizga miros qoldirgan, ajdodlarimiz birga miros qoldirgan shu vatanimda mening xalqimning, mening bolalarimning, navirlarimning ashada yayrab yurishini qolgan bo'lar. Mening cho'ng armonlarimning birisi. Allohdan kutadiganim dünyadaki güçlük memleketlerinin aşılarının bizge bir kol uçunu verip, hey ma bu Uygurgu malamı yaşasın dep kichkina aşıp bizge bir kol uçu dep onunla yardım kılışını arman kılaman. Şu mening armanlarımdan birisi. Dadam bir günü kirsem, uyga dadamni yo'qlab bolsam, çay içip oturup mayka çay iç dedi, çayını içip oturup, bilemse balam, bizniki maşu 200 yıldan beri tatkan pajalik ahvalımız nem oldu. Yakan xallığı Abdurrashidxon 260 yıl ömür sürgen yakan xallığı nem bilen veyran oldu. Bizdeki bo'lmagan pajalik vaqa birdim bir ağız birlikimiz bo'lmagan. Qayaqdan kelgan bir qo'jalarning qurboni bo'lib, şu yakan xallığı yo'q oldu. Keyinki Sovet damullarının inqiloblari nem bo'ldi? Bumi 200'lük özümüzün Uyg'urlari orqali düşman foydalandı. Yani Xo'jani yazını haydab selib axir kelgan ashning qo'li bilan Sovet damullarni tutib berdi. Bu imperiyalarning bizning birdan bir nadonligimiz, og'iz birligimizning bo'lmaganligi, onundaki içimizden chiqqan xayillar. 3 narsa bizni mashunda tarixdan tatib qurban bo'lib kelyapti. Endi sizlar amal bo'lsa qarindoshlar İnaq bolunglar, ağız birlik bolsun, bir-biringlarni izzat hurmat qilinglar. Ham xalqimizga maşu talabni qo'yapti. Birlik, ağız birlik. Bu eng muhim narsa. Onundan keyin bolalarni o'qitish kerak. Bilim zamoni hozir. Bilimlik odam hech vaqtida o'diqmaydi, tenimaydi, to'g'ri yo'lni topadi. Mana maşu talablarni qo'yapti. Endi dadam rahmatining vafotida mening qo'limda jon berdi. Dadam şu vaqtida sakaratga tushib tusima shu derezni o'chib etdi dedi, derezni ichib etdim, osmon qarab turib, ey Alloh, Uyg'urlarga ozodlik bersangchi, Uyg'urlarga hurriyat bersangchi. Xalqim jafo tatib ketdi-ku, ko'rsangchi xalqimga bir mustaqillik bersangchi. Mana mashuni deb jon uzdi. Mening ko'zimdan taramlab, men o'zimni to'xtamay yig'lab ketdim. Dadamның birden bir armini ta ahirgacha xalqimizga, vatanimizga mustaqillik, mana mashuna tilab o dunyoga ketdi. Bundan insonlar mening dadam uchun maqtab atqinim yo'q. Dadamning qilgan ishlari, so'zlagan so'zlari, ham uning haqiqatchilligi, rost gap qildiganligi, uning xo'shamatchilik emas, har qanday bir mundaq odamlarga zarba beradigan, to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deydigan mashundaq bir izchillik insonlar bizden aramızda hazır yo'qning o'rnida bo'lib qoldi. Xalqimizning keyingi vaqtlarda mana bizdagi bo'linishlar, keyingi vaqtlardagi bizdagi obro'yparastlik, shuhratparastlik, pulparastlik, ya'ni o'zini ko'rsatish,
gazetga yilqi maqollarni yozish, bir-birini maqtab, bir-biriga chapan kiygizish, minbarda chiqib so'zlash. Biroq millatning asosi kelganda o rəhbər deganni o o'ng'aylik bilan chiqmaydi ekan, uni rəhbərni xalq belgilaydi ekan. Bundaq odamlarni men ko'mayyapman. Shuning uchun hozir hammamiz mana shu bolalarni o'qitishimiz kerak. Bilim berishimiz kerak. Shu atalarning qilgan nasihatlarini amaliyotda o'rinlab, og'iz birlikni kuchaytirishimiz kerak. Hamda bir turkum yoshlarimiz chiqyapti, o'qigan, bilimli bolalarimiz. Alloh mashalarning umrini bersin, insonini bersin. Men o'ylayman, bular bir to'g'ri yo'lni boshlaydi. Qozog'iston hukumatı bizga nihoyat cho'ng sharoitlarni yaratib beryapti. Hamma tarafdan maktablarimiz bor. Minglagan, 10 minglagan bolalarimiz o'qiyapti, teatrlarimiz bor. Bizga hamma sharoitlar, mana sharoitlardan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak. Hörmətli televizor köykçülər, şunun bilan bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahidə ayaqlaşdı. Xeyir xoş, kelər qitimliq sanımızı görüşəylik.